Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Qadrli obunachilar, hozir bu videoda shunaqa ugalolarni, narx-navolarni video syomka qilib chiqaraman. Bundan oldingi videoda ugaloyda oshxona mebel uchun ugalolarda narx-navosini chiqardim. Endi bu videoda shunaqa mehmonxona uchun, har xil turli xil oshxonalar uchun, kafelar uchun ugalolarda narx-navosini chiqaraman. Aytgancha ugaloy olayotganda mikrofonim cho'ntagim deydi ekan. Uzr akalar. Kechiringlar. Xo'p. Mebel olayotganda imonni materiallarga e'tibor berish kerak. Oddiy terakda bo'lgan bo'ladi, sasnada bo'lgan bo'ladi, yong'oqda, chinorda bo'lgan bo'ladi. Bu ayaqli qismlari ayniqsa shu narsalarga qattiq e'tibor berib qo'yasizlar. Mebelni ko'ringlar. Juda ham chiroyli mebellar. Endi sizlarga arzonroq mebellarni ko'rsatishda davom etamiz. Qani yuraveringlarchi? Aka? Rahmat. Ko'ringlar mebellarni. No mebelni ko'ringlar. Bitta like bosib qo'ying. Aka, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lsangiz, mana shunaqa mebellarni har xilidan iloji boricha bozorda aylanib yurib, materiallari yaxshi materialda bo'lgan, sifatli ham bo'lsa arzonroq mahsulotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ugalovni ko'ringlar. Pufiga ham katta ekan, bemalol divan sifatida ham foydalanib yotsangiz bo'lar ekan. Yani o'zi divan bo'ladigan variant ekan bu. Xo'p, qani ketdik. Mana bu mebelni qaranglar. Divan desak bo'laveradi buni. Juda ham ajoyib. Qalay ekan? Mana stollarini qaranglar, stollarini. Stol. Ketdik. Mebel chakalardan so'rasam, mana shu pastroqda sal arzonroq mebellar bo'ladi, deyapti. Shuning uchun sal arzonroqga o'tib ketyapmiz, qadrli obunachilar. Mebelni qaranglar, mana mebel. Uni qaranglar. Bitta krupniy qilib olib qo'ygan. Mana uni qaranglar, mana uni. Aşağıdan 1-2 ta aşağıdan hali obloshkaga mashina qo'yib beraman. U aşağıdan ol, 1-2 ta u yana ham surilur. Mo ikkosi ham chiqsin. Mo ikkosi chiqyaptimi? Qani davom etamiz, qadrli obunachilar. Mebellarni ko'rib, niyat qilib yuring. Xudo xolasa sizga ham nasib qilsin. O mebellarni qaranglar, bitta. Akalarmi ular video syomka qilib olsa maylimi? Shunchaki obunachilarga ko'rsatish maqsadida. Bu xon taxtasini qaranglar. Yog'och ekan mana o'zi. Mana uni qaranglar. Bunga o'tirishga ham qo'rqasan-da, tezda kirib qoladi lekin. Juda ham tez kirib oladi. Mana o zo'r vaqti. Ha, mana u ham fikirchimol, mana shu ham vaqti zo'r narsa ekan. Ketdik. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatib kelyapsizlarmi akalar? Qadrli obunachilar? Hormanglar usta akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mebelni sal arzonroq mana shu tomonda deyishdi. Shunga kelyapmiz. Nima aytdi arzon? Bir xil mana shu. Ha. Sal arzonroq mana shu tomonda deyishdi. Fasoniga qarabdi endi. Fasoniga, modeliga qarab. Razmeri misol uchun mana ish bilan nargisning razmeri teppa-teng. Lekin nargisimiz 6,5 million sotilishi, bunimiz 5 million sotilishi. Razmeri teng ikkalasini. Fasoniga qarab ketaveradi. Xonlari bilan. Ha, jampilik. Keling aka, bo'pti. Ozgina ma'lumotlarni bera olasizmi? Ha, siz ishingiz emasmi?
Egalar bugun chiqmay, bozor kuni kelinglar. Biznikilar mana aka. Keling yuring ketdik biz. Yuring qori. Turing. Bitta ma'lumotini beringchi. Qani qaysi sizniki? Xo'p, materiallarning to'g'risini aytasiz. Qanaqa materialda bo'lgan? Xo'p, razmerlarni birinchi bo'lib. Modelimiz Hayte model deyiladi, baliqqa. 432-30 razmerda. Materiali mo'shi material. Dobo desa, boshqa bo'lsa hamma yo'g'ini yuvsa ketaveradigan material. Xonimiz 280 bo'ladi. Eniga 85 sm bo'ladi. Buni xohlasa klientlarni o'zini gaziga qarab bitta mini olib olib, kichkina razmerdan qilib beraveramiz. Xuddi shu modelda rangidan xohlasa shuni. Bizda misol uchun xuddi shunday sotiladi degan fikr yo'q. Xo'p, bitta mana bu tumbasi olib qo'yilar ekan. Sal kichkina Xoni ham bo'ladi. 180 bo'ladi. Aslida 332-30 razmer bo'lib qolaveradi. Misol uchun domlarga, ofislarga, Kichkina xonalarga. joy kichkina bo'lsa, aytgan razmerda qilib beraveramiz. Xo'p, yaxshi. Buni narxi necha pul? Endi buni xuddi shu narx, shu turishi 5,5 million. Razmeri bilan ayting. 430 ga 230. 5,5 million. 5,5 million so'm. Xonlari bilan sotilish narxi. 5,5 million so'm. Uncha kam ayting. Kamini qilib beramiz. Uncha kam ayting. Kamini qilib beramiz. Bo'ldi, kamini qilib beramiz. Kamini qilib beradi. Qadrli obunachilar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Xo'p, buni mana bitta tumbasini mana qismini olib qo'ysa necha pul bo'ladi? Unda 1 million so'm chiqib ketadi. 1 million so'm chiqib ketadi. Xona ham kichrayadi. Pufiga ikkita bo'ladi. Pufiga ikkita bo'ladi. Bitta mini, bitta pufi olinadi. 180 xon bo'ladi. Aslida 230 ga 330 bo'lib qoladi. Necha pul bo'ladi undan narxi? 4,5 million so'm bo'ladi. 4,5 million. 1 million so'm xona bilan bitta mini pufiga chiqib ketaveradi. Xo'p, yaxshi. Bu fasonimizchi? Bu fasonimizning nomi Chester fason deyiladi. Chester. xonani Mana tugmali bo'ladi. Bu qo'l mehnatida bo'ladi. Mehnati ham juda qiyinroq, ham sifatli narsa. O'rtalari pampers bo'ladi, kichikkalari 22 plot machalkalar ishlatilgan. Ishimiz sifatiga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil garantiya 3 berasiz. yil kafolati bor. Xo'p, ichki qismidagi materiallar qanaqa materialda bo'ladi? Xo'p, o'rtasi pampers bo'ladi, ikki chekkasi 22 Yog'ochlari- plot machalka bo'ladi. Yog'ochlarini aytyapman. Yonboshi endek bo'ladi. O'zi terada bo'ladi. Terada Xohlasa bo'ladi. sasnaga so'rasa sasnadan ham qilib bera olamiz. Sasna qilib bersangiz necha pul bo'ladi? Sasna Necha pul bo'lsa, qo'shiladi? misol uchun mana shu ishimiz 6,5 million deb hisoblasak, ashinga 500 ming so'm qo'shilib qoladi. 500 ming so'm. Sasna bo'lsa. Bunaqa katta farq qilmaydi ekan. Katta farq qilmaydi. Endi u Yaxshi. zakasiga qarab, xohlasa sasna, xohlasa tera. Lekin asosan bozorda sotiladigan narsalar juda ko'pi terada bo'ladi. Terada bo'ladi. Ha. Chunki teraga ham xizmat qiladi. Biz shuncha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsak, shuncha yillik ish tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, tera bilan sasnangizdek u ekan, bu ekan degan fikr bo'lmagan, klientni ro'yiga qarab sasna ham qilib beraveramiz. Zo'r. Xo'p, bu Xohlasalar kichkinaroq buni varianti. ko'ring. Bu yangilik modelimiz, bu spandili bo'ladigan. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Bir tarafi sonda bo'ladi. Mana. Misol uchun domlarda har xil vaziyat bo'ladi, joy muammo bo'ladi. Har xil narsalar bo'lsa, shunga solish mumkin. Mehmon kelsa yoki bola chaqasi bo'lsa, shuni bemalol dam olishi mumkin. Ikki tarafida qo'li bor edi, qo'li moshinada qolib ketibdi. Ha, Qo'li qo'li ham bor. xuddi shunday qo'li bor. Manaqa qo'li bor, hurmatli obunachilar. 230 ga 380. 230 ga 380. 180 lik xonani qo'yib beramiz. 180 lik hol. Bunda fufi bo'lmaydimi? Pufiga bo'ladi. Moshinada qolib ketibdi. Nechta pufiga bo'ladi? Ikkita bo'ladi pufiga. Ikkita pufiga bo'ladi. Xo'p, narxi necha pul? Bunimizni narxi Bo'ladiganini ayting qori faqat. Xona bilan sotadigan narx. 6,5 ga qilib beraveramiz xona bilan. Xona bilan 6,5 ming. Necha qimmatroq aytib qo'ydingiz-a? Klientlar kelsa o'tib beramiz. Internet uchun arzon aytib qo'ying. Bo'ldi, arzonroq qilib beramiz. Tekin reklama bo'lyapti mana. Bo'ldi. Sizni nomingizdan kelsa 5,5 ming beraveramiz. Gap yo'q. Bo'ldi, gap. Rasvetkalaridan bor. Hamma ishni rasvetkalaridan bor. Xohlagan ishinglarda rangini menga boshqacharoq qizil desanglar qizil yoki yana boshqacha desangiz любой Mana shu rangni yoqsa 3 kun zabdeshkasi bo'ladi. 3 kundan keyin siz aytgandek rangni qilib bera olamiz. Tayyor nalichilarimiz bor. Xohlasangiz kuniga bu shu ishlarimizdan kuniga 10 taga yaqin o'zimiz seximizdan chiqadi. Xo'p, zo'r. Xo'p, hamma narsasini aytdik. Yana bundan ham arzonroq variantlar bo'lsa Bundan ko'rsating. arzonroq modellarimiz bor. Endi ularni bozorga olib chiqishimiz qiyinroq. Sababki bozorda 100 bo'ladi. Yaxshiroq narsa, sifatliroq narsa olib chiqsangiz, klient keyin gapiradi. Arzonroq narsa olib kelsangiz, bozorda talab kamroq. Hozir mana Shuning uchun arzonroq
ishlar kammi? Juda ham hali shoxona ko'payib ketdi-da. Nargichaxon bozorida misol ko'p arzonroq narsalar ham ko'p bo'lardi. Klientlar endi hozirgi paytda arzon narsa olmayapti. Sifatli, yaxshisini qilib bering, pulini beraveramiz deyapti. Ammo bir tomoni u narsa ham, u ish ham yaxshi. Misol Arzonroq modellarimiz ham bor. Yo'q demaymiz, o'zimiz qilib beramiz, o'zimiz qilib kelyapmiz. Shuncha yildan beri arzonlari ham bor. Lekin bozor suymagan sababli uni misol uchun zakazga yoki misol vohalarga zakaz tushsa, uydan mashina orqali yetkazib beramiz. Xo'p, Video davomida rasmlarini tashlab beramiz. Bo'lsa qo'yib qo'yaverasiz, misol uchun. Kerak bo'lsa har xil bo'laveradi. Yaxshi. Xo'p. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Qori, charchamang, tinch bo'ling. Qadrli obunachilar, videomizni oxirigacha ko'rganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Juda ham katta rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.